Assalomu alaykum obunachilar. Bugun YouTube'dagi obzorimizni boshlaymiz. Bizani kuzatishda davom qilinglar. Like, podpiskalarni ayamanglar. Bizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bizga qo'ldan kelgancha yaxshi, ishonchli, halol mashina ko'rsatib o'tamiz obunachilar. Kuzatishda davom qiling. Davay ketdik men. Birinchisi Equinox. Mashinamiz 472 millionlik, 23-yil texpasport, 24 salondan olingan, hisob ma'lumot, mashinamiz idealniy holatda, krugoy tonirovkasi bor. Mashinani 7 oycha bor, lavoy sonzashtina qilingan, bitta sidr payroga qilib qo'yilgan. Holati vashi ideal mashinani. Obunachilar, salon qismini ko'rsatib o'tamiz. Obunachilar, salon qismi mana vashi idealni turibdi mashinamiz. Bemalol probeg, kraska tekshirib ovrasida obunachilar. Tak. Abduf, palasopraniya, fed-up display, hamma navorati bor, 4 ta vidishli bo'ladi. 4 tasi ham tortadi. Mashinamiz oilaviy semenli zo'r mashina. Baland, tog' qog'liga chiqishga ham zo'r. Bagajlar ham katta bo'ladi. Mashinamiz gibrid hisoblanadi. Panorama poni 80% tom egallab olgan. Panoramalik bor. Tak, obunachilar bagaj qismini ko'rsatamiz. Bagajga 7 kishilik bo'lmagani bilan mashinamiz 3 ta bolani mana bu korpusga tashlab, o'tirib ketaverasizlar. Bemalol mana evakuator ko'riklari bor. Xullas, tayyor mashina, zapaskalar tushmagan. Idealniy holatda mashinamiz juda ham. Mana ko'rishingiz mumkin obunachilar. Orqaga elektron yopiladi. Mashinamiz narxi qiziq bo'lsa, narxini 35 ming $200 so'rayapmiz. Yana kelishib shuni qilib beramiz. Barcha xizmatimiz ham bor. Eskisini olib kelasiz, yangisi almashtirib ketaverasiz. Obunachilar faqat Chevrolet mashinalarga. Obunachilar keyingisi oq. 472 millionlik, 23 texpasport, 24 salondan olingan, noshga qo'yilgan, krugoy tonirovkasi 8 oy bor. Mashinamiz vash idealniy holatda, oq so'ragan obunachilarimiz uchun Pony full 472 millionligi. Abduf, palasopraniya, fed-up display hamma narsa bor, 4 ta vidishli bo'ladi. Idealniy holatda panoramaliklari bor. Mashinamiz orqa qismlari ko'rishingiz mumkin obunachilar. Mashina salafan keltirib qo'ygan sababi odamlar chiqib tushadi, ko'radi, chirdog' bo'lib qolmasligi uchun qilib qo'ygan narsa. Birovga uyga olib borganda ham chiroyli qilib padarik qilganda ham tayyor qilib qo'yamiz. Bir xillar o'ylaydi, "Oke, niye salafan kiydirasiz?" Voy, bu chiroyli ko'rsatish uchun. Bizga bu yerda mashina bo'lmasa anaqasi yo'q. Uni taqib qo'yganmiz bizga zarar joy emas, u chiroyli bo'lib turishi uchun bu narsalar. Endi bagaj qismlari odam o'tirib chiqadi, kir bo'lib qoladi. Rullarni ham shu o'rab qo'yamiz. Mana bagajlari anaqalar tushmagan zapaskalar. Idealniy holatda turibdi, hali qilib ketmagan mashinani. Tonirovka Lumar tortilgan $300lik. Mashinamiz idealniy holatda. Narxiga kelsak, mashinamiz narxini $35 ming so'rayapmiz. Kelishtirib choynak qilib beramiz. Nega qimmat deb savol yozadigan negativ eshitib olsan. Mashinalar bizda idealniy, halol, probeglar bo'ladi. Kraskalar toza bo'ladi mashina. Bizning obunachilarga tegishli emas bu gap, bu negativlar uchun. O'zi biladi, shu yerda negativ yozadigan obunachilarimiz bor bizani. Bizani bu yoqda kuzatganlar o'zi hamma biladi, yaxshi mashina sotishimizni. Bizda idealniy bo'ladi mashinalar. Hammasiga probeg kirasiz javob mashinalar. Tekshirib olasizlar. Buni o'z videosida ham bor, ko'rsatilgan probeg tekshirganmiz. Keyingisi Kia Seltos. Mashinamiz 23-yil, 35 ming 700 yurgan, birni fulli deb aytiladi. Mashinamiz idealniy holatda. Mana salon ko'rib chiqamiz. Mana diskalari idealniy fullniki bo'ladi o'zi, tumankalar bo'ladi, 4 tengi balon qo'yilgan. Krugoy tonirovkasi 8 oy bor. Salon qismi mana ideal turibdi, вообще ikki qismlar ham laminatsiyalar bo'lgan, poliklari bor. Kojini salon mana, abagrev, avtohold, hamma paktronik hamma narsasi bor mashinamizda. Mana salonlarni ko'ringlar. Trekkerdan yaxshi mashinamiz bu. Udobniy Kia Seltos atmosferik 2 motor bo'ladi. 7-8 litr benzin yeydi. Shaharcha uzoq 10 gacha rasxod qiladi. Orqalari yaxshi holatda turibdi. Orqada nakilka chexollar ham bor. Egasi yangi olgan ekan, u ham turibdi, uni ham qo'shib beramiz obunachilar. Mashinamiz narxini $20,500 so'rayapmiz. Yana kirishda cho'nak qilib beramiz. Notariuslari hamma mashina tekin. O'zimizda olasizmi, tashqaridan olasizmi, liboy joy sandrafton orqali kelsangiz, hamma mashina tekin. Narxini kelishiga holda tekin qilib beraman. Narxni ustiga qo'shib qo'yib bunaqa narsa yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, 25 so'rayapmiz, kelishda cho'nak qilib beramiz. Barcha xizmatimiz bor. Keyingisi Malibu Q4. Atmosferniy eng jaydari bo'ladi O'zbekistonning mashinasi, yaxshi. 18-yil, 84 ming yurgan halol Q4 motor, Michelin balon, krugoy tonirovkasi 6 oy bor. Idealniy holatda mashinamiz juda ham
Kraskasi top toza, salon qismlari ideal turibdi. Mana Matviy hamma joyi. O'liklari qo'yib qo'yilgan, radarlari bor. Black piano bo'lgan, tashqarilari, salonlari ham ideal turibdi. Bemalol probeg, kraska, tekshirib obrasida obunachilar. Belejim chiqmas, oppoq rangda. Mana qalb benzin rangidagi oq obunachilar. Mana ideal turibdi mashinamiz. Orqalarini ham ko'rsatamiz. Orqasida faralar taqilgan, mana black piano bo'lgan. Mana orqa fayda audio taqilgan, qalampir qo'yilgan, gulshitir qilingan, ikkita taraf yupka qilingan. Bunda 2-4 teshik bo'lmaydi. Hamma joy yopiq bo'ladi. Premierga o'xshatib ochilgan, yoki faralar taqilgan. Bunaqa far bo'lmaydi, oddiy bo'ladi o'zi. Malibu haydaydiganlar tushunadi mashina. Mashinamiz ideal holatda Libo probegga tekshirib obunachilar. Kimga kerak bo'lsa, mashinamiz narxini $20-300 so'raymiz, yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Barcha xizmatimiz bor, nasiya bor. Obunachilar, keyingilari mana Malibu XL'imiz bor, 24, kuzov, texpasport, hammasi 24, Pony full XL varianti. Tak, mashinamiz kraskalar top toza, turboy tonirovkalari bor, ideal holatda turibdi. Salon qismini ko'rib o'tamiz. Hali 12568 km turgan, probeg halol, kraska toza. Salondan ko'ringan, Matviy bo'lib turibdi, вообще ideal turibdi. Panorama lyuk hammasi bor. Orqalarni ko'ramiz hozir. Orqalar yaxshi holatda turibdi. Mana orqalari. XL so'raydigan obunachilarimiz uchun yangi varianti. Mashinamiz yangi holatda kraska so'qdi. 24 ga 24 bagajlari, qo'llari hali taqilmagan ekan. Orqasi turibdi mana zapaskalar tushmagan. Bemalol eshik ro'vrasida obunachilar. Buni narxiga kelsak, narxini $32,200 so'raymiz, yana kelishib qo'yib beramiz. Keyingisi Kia Seltos. Mashinamiz 23 edi, bu 22-yil, 18,000 km turgan. Bu full birinchi paysi, ikkinchi paysi qora tomli. Salonlari yangi holatda. Tomi qora qilinganmi yo zavodskoymi? Tomi qora qilingan, zavodskoymi? Zavodskoy qora tom ekan, qilinmagan ekan, 18,000 km turgan. Ikkinchi paysi. Orqalari yangi turibdi. Probeg kraska bemalol tekshirib o'rasida obunachilar. Kia Seltos'imizni narxini 23,000 so'rayapmiz, yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Mashinamiz holati yaxshi, bemalol tekshirib o'rasida obunachilar. Keyingisi BYD Song L. Mashinamiz 23-yil. Kraskasi toza. Qancha yurdi bu? 25,000 km turgan. Pony fulli bu, ikkita motormi? 4-chi paysa full paysasi. Narxi $24,000 yurgan, to'g'rimi? 25,000 yurgan. Kraskasi top toza, Songel, qora rangda. Jigar rang ko'ji, oynalar stoykasi bo'ladi, o'zi oyna bo'ladi. Orqalari ham yangi holat turibdi, obunachilar. Tak, Songel mashinamiz yengisi 38,000 turadi, obunachilar. Men sizlarga bu mashinani $30,500 so'rayapman. Yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Mashinamiz ideal holatda. Bemalol probegga kraskasi tekshirib olasiz. Keyingisi Malibu Premier. Mashinamiz mordalar bron bo'lgan, 4 ta yangi balon taqilgan, turboy tonirovkasi bor. Mashina ideal holatda, 22-yil, 35,000 km yurgan, salon holati ideal вообще. Bemalol probeg kraska tekshirib olasiz. Koreyskiy varianti. Mashinamiz holati yaxshi. Mana orqalari yangi turibdi, obunachilar. Tak, Malibu 2 Premierimizni sizlarga $30,000 so'rayapmiz. Yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Hamma mashinani batafsil qilib beramiz. Kim
kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Obunachilar, keyingisi Equinox. Mashinamiz 472 millionlik, polni full. Tonirovka qancha qolgan? 5 oyi bor ekan. Holat ideal, 10.000 kilometrga atiga. Kraskalari toza. Tozami kraskasi? Kraskasi top-toza ekan. Panorama lyuk, abduf, palaso upravleniya, pedal bor. Orqalarini ham yaxshi holatda turgan ekan, mana. Bunachilar ko'ringlar. Probeg kraska bemalol tekshiraverasizlar, obunachilar. Mashinaning yili 24, 24 olingan salondan. Ideal holatda. Tak, bu mashinani narxiga kelsak, $35.000 so'rayapmiz. Yana kelishib ishonib beramiz. Keyingisi Malibu XL. Beli jemchuq ekan, rangi. Polni full. Kurgoy tonirovka qancha qo'ygan? Kurgoy tonirovka 2 oy qolgan ekan. Salon holatlari yaxshi. 23.000 yurganmidi? 28.000 probeg, kraskasi top-toza. Yana bemalol tekshirib o'rasida obunachilar. Eng puli 419 millionligi mashinamiz. Orqa qismlari yaxshi holatda turibdi mashinamiz. Orqalari ham qirilgan joyini ko'rmadik. Yana o'zingiz tekshirib o'rasida obunachilar. Buni narxini nech pulida na XL? $27.000 qilib beramiz. Keyingisi Kia K5. Mashinamiz 20 necha edi buni yili? K5. 23-yil. Yo'lchilmadi. Ko'ramiz. 23-yil, 26.000 yurgan. K5. Lyuksiz bu. Strategiya lyuksizmi bu? Salon lyuksizmi bu? Lyuksiz varianti. K5 orqalari yaxshi holatda turibdi. Bemalol probeg kraska tekshirib o'rasizlar obunachilar. Buni narxi nech pulida narxi buni? Kia narxi nech pul? Narxi. Narxini ayting. Narxi $23.500 so'rayapmiz. Yana kirishtirib choynaqda beramiz obunachilar. Keyingisi Tracker. 21-yil 15.5 mingga beraveramiz. Keyingisi yana Equinox 23-24 salon olingan, 20.000 kilometr yurgan. Kraskasi tozami? Kraskasi toza ekan. Kurgoy tonirovkasi bormi? Salonlari yaxshi holatda turibdi. Okey, kameraga tushib qolasiz. Panorama lyuk, pedal, abduf, palaso upravleniya hamma narsa bor. Orqalari yaxshi holatda turibdi. Mana ko'ringlar obunachilar. Equinox yaxshi mashina, juda ham chempion. O'zbekistonning eng zo'r mashinasi Equinox bilan Malibu Premier. Mashinamiz 472 millionlik, 23 texpas, 24 salon olingan. Narxini $32.000 so'rayapmiz. Yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Obunachilar, kimga bizning xizmatlar kerak bo'lsa, Sandar Avtoga murojaat qilasizlar. Instagram, Telegram, TikTok, YouTube tarmoqlarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa, filkalarni qoldirib qo'yamiz, o'tib bemalol tomosha qilasizlar. Hamma mashinani narxlarini tekin qilib beramiz. Idealni yaxshi mashinani qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha halol, probega aylanmagan, kraskasi bo'lmagan mashinani bizdan Sandar Avtodan olishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat hammaga. Xayr, salomat bo'ling.